Farg'ona shahrining Qirlola ko'chasida mast holda avtomashina boshqargan haydovchi ishtirokida og'ir yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Qoidabuzar haydovchi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidan ketayotgan 15 yoshli voyaga yetmagan o'smirni urib yuborgan. Oqibatda navqiron yigit voqea joyida halok bo'lgan. Haydovchi esa jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatmasdan hodisa joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sudda ko'rib chiqildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Voqeani eslayman. Mast holatda bo'lgansiz. Rolga o'tirganingizni ham bilmaysiz. Eslayman, to'g'ri. Faqat eslayman. Qachon bildingiz bunaqa holat bo'lganini? Shu militsiya xodimlari meni ushlashganda. Shu odam urib deyishganda o'zimga keldim. Bolani ko'rganingiz yo'q? Ko'rganim yo'q. Bilmadingiz ham? Yo'q, bilganim yo'q. Keyin shunda arkeologiyadan ketayotganimizda, shu Farg'onaga kelayotganimizda ratsiyada aytishdi. Shu bola halok bo'ldi deyishdi, shunda bildim. Hodisa kechki vaqtda taxminan soat 19:15 atrofida yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'smir sport mashg'ulotlarini yakunlab, yo'l chetidan uyga piyoda qaytib ketayotgan bo'lgan. Shu vaqtda ishonchnoma asosida VAZ 2106 rusumli avtomashinani boshqarib kelayotgan haydovchi rul nazoratini yo'qotgan va piyodani urib yuborgan. Sizlarda bolalaring ham bor-ku, sizlarda bolalaring ham kimdir shunaqa qilib urib qochib ketishi mumkin-ku. Shularni o'ylamaysizlar, nahotki bolam 20 yosh ko'rinar edi, o'zi 15 ga kirgan bo'lsa ham baquvvat, hamma yoqqa intiluvchan, qiziquvchan, tasviriy san'atga borar edi, bu yil bitirib diplom oladigan yil edi. Zarbadan jabrlanuvchi og'ir tan jarohatlari olgan va voqea joyida vafot etgan. Haydovchi esa hodisadan so'ng to'xtamasdan jabrlanuvchiga hatto yordam ham ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida gumonlanuvchi shaxsi aniqlanib qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida ish ko'rib chiqildi. Sud jarayonida guvohlar, xolislar, ekspert xulosalari hamda tomonlarning qonuniy vakillari ko'rsatmalari tinglandi. Barcha dalillar har tomonlama o'rganilib, haydovchining yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgani o'z isbotini topdi. Sud tomonidan unga nisbatan qonuniy jazo tayinlandi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi va 117-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Jabrlanuvchi qonuniy vakili Jo'raboyevaga 45 million so'm moddiy, 100 million so'm ma'naviy zarar undirilsin. Bahodir Maqsudov, To'sam Mikoldomov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.